Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. To'qistara chapchal o'stan qurilishida terilg'u yeri ziyanga uchirgan dehqonlar to'lam pulining mutlaq ko'p qismiga erishamagan. Ma'lum bo'lishicha, dehqonlarga berilgan to'lam puli yerlik amaldorlarning cho'ntikiga tushib ketgan yoki noma'lum sabablar bilan pulning izderik yo'qotilgan. Buningdan xabar topgan dehqonlar avtonom rayonga qadar berib arz qilgan, biroq dehqonlar arzini hozirga qadar aqtirolmagan. Doiralar bir necha yil avval Chapchal noyisining Jag'istay Qaynoq qatorliq yezilaridagi suv masalasini hal qilish uchun To'qistara noyisidan Chapchal noyisiga qartib o'stan chapgan. Bu jarayonda Qaynoq yezisidagi bir qism dehqonlarning terilg'u yerlari o'stan qurilishiga chiqib ketgan. Munosabatli organlar dehqonlarga ma'lum miqdorda to'lam puli bergan bo'lsa-mu, to'lam pulining intayin oz bir qismi dehqonlarning qo'liga tekkan. Qaynoqlik bir dehqon ziyoratimizni qabul qilib, yerlik hukumat doiralarining dehqonlarga qanoatlanarli javob berishini talab qildi. Yozg'uchi Josanna Lavali xonimning Talsivat nomli romani bu yil martda nashrdan chiqqan bo'lib, 2 aprel Nyu-Yorkda kitobning tarqatilish marosimi o'tkazildi. Lavali xonim tarqatish marosimida qilgan nutqida kitobni nashr qilishga yordam bergan o'rin va shaxslarga birma-bir rahmat aytdi va nutqini mundaq oyoqlashtirdi. Kitabım Uyg'ur xalqiga va ularning asrlardan buyon yashab kelgan ona zaminda hamon bir kuni hur yashash irodasiga bag'ishlandi. Romanda Xitoy o'lkalariga ishlashga avatilish xavfidagi bir Uyg'ur qizining o'z taqdirini o'zgartirish yo'lidagi tirishchanliklari tasvirlangan. Murosimga qatnashgan mehmonlar Uyg'urlar haqida shundoq bir kitob yozilganligidan mamnun ekanligini bildirishdi. Bu yil 5 aprel 1990-yildagi Barin inqilobining 23 yilligi. Bu munosabat bilan Turkiya, Avstraliya, Qozog'iston, Gollandiyada xotirlash faoliyatlari o'tkazildi. Qozog'istondagi faoliyat 1 aprel Almuta shahrining Sultonqo'rg'on mahallasida o'tkazildi. Faoliyatda Barin qo'zg'olonining qurbonlari xotirlandi. Faoliyatga Almuta shahri va uning atrofidagi rayonlardan kelgan vakillar qatnashdi. Uningdan boshqa 30 mart shanba kuni Gollandiyada yashayotgan bir qism Uyg'urlar Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyatida jam bo'lib, Barin inqilobini xotirlagan. Növbətdə Nyu-Yorkdakı Rubin Güzel Sənət Muzeyida Uyğurlarning mazar mashayihlariga oid foto surat ko'rgazmasi ochilmoqda. Bu ko'rgazma Nyu-Yorkda yashaydigan fotograf Lisa Rus Uyg'ur rayonidagi tarixiy va hozirgi zaratkorlardan tartib kelgan foto suratlar asosida ochilgan. Ko'rgazmaga Xitoydagi Uyg'urlarning muqaddas joylari deb nom berilgan. Ko'rgazmaga berilgan qisqacha tushuntirishda Uyg'ur elining 1949-yildan buyon Xitoyning kontrolligiga o'tganligi, bu rayonda zo'r miqdorda tabiiy gaz, neft va madan boyliklari borligi ko'rsatilgan. Ko'rgazma bu yil 7-oyning 8-kunigacha ochildi ekan. Shvetsiya va Fransiya musulmonlarining bu yillik yig'inida Uyg'ur vakillariga o'rin berildi. Bu yil 31 martdan 1 aprelgacha Parijda chaqirilgan Fransiya musulmonlarining 33-navbatlik yig'ilishida tunji qitim Uyg'ur vakillarining ovozi yangragan. Doktor Abdulla Alimning arab tilida so'zlagan Uyg'urlar haqidagi nutqi ham Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining mazkur yig'in uchun maxsus tayyorlagan qisqa filmi yig'in ahli orasida kuchli ta'sir qo'zg'agan. Uyg'urlar 29 mart Shvetsiyada o'tkazilgan Shvetsiya musulmon jamiyatlarining bu yillik muhokama munbiriga taklif qilingan edi. Yevropa parlamentining Xitoy haqidagi bir qarorida Uyg'ur, Tibet kishilik huquq masalalari tilga ilindi va Xitoyning bu millatlarga qaratgan assimilyatsiya siyosati tanqidlandi. Mazkur masala Yevropa parlamenti 3-oyning 14-kuni ma'qullagan Yevropa birligi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarga oid qarorda o'tirib qo'yildi. Qarorning 30-moddasida Xitoyning atalmış Мәңгүлік әмінлік nomida Uyg'ur va Tibetlarning madaniyatini vayron qilayotganligi tanqidlangan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.